Hammaga assalomu alaykum. Avenue Motors avtosalonimizda наличие turgan Audi S8 Quattro avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz, полный обзорini. Xo'p, avtomobilimiz 2025-yil bor yo'g'i 3000 km masofa bosib o'tgan. Bu чистокровный немец, korotkий versiyasi, ya'ni kalta versiyasi. Bu juda ham sпросga ega avtomobil. Именно Audi S8 da korotkий versiyasi полностью night paketda. Naвороченный faralari turibdi, distroniklari mavjud. Avtomobilimiz 0 dan 100 gacha hop 3.8 sekundda harakatlanadi, lekin YouTube'da bitta videoni ko'rib qoldim. Европейский blogerlar ushbu avtomobilimizni 0 dan 100 gacha zamirida 3.6 sekundda chiqqanini ko'rsatishgan. Bu juda ham zo'r показатель deb o'ylayman. Bunaqa biznes klass avtomobilga. Bu avtomobilimiz bemalol o'zini konkurentlari bilan сравниваться qila oladi. 5-seriya, 7-seriya 223 S klasslar bilan. Chunki bu avtomobilimiz 4 litrli 2 turbinali dvigatel bilan jihozlangan, 571 ta ot kuchga ega. Naвороченный komplektatsiyada avtomobilimiz полностью broneplyonka bo'lgan. Broneplonkasi ham oddiy prozrachный broneplyonka emas, qora broneplyonka bilan qoplangan, полностью kuzovi. Juda ham zo'r qilingan, hech qanaqa defektlari yo'q, kuzov bo'yicha va salon bo'yicha hech qanaqa qirib chizilgan joylari ham yo'q. Xo'p, avtomobilimizda полностью, естественно, tonirovka turibdi. Tonirovkasi ham bilmayman, 3M degan tonirovka. Xo'p, komplektatsiya bo'yicha ketadigan bo'lsak, sportivniy disklarda turibdi. Hozir radiusini aytamiz. Xo'p, 21 radiusga ega bo'lgan sportivniy disklarda turibdi avtomobilimiz. Xo'p, Goodyear pokrishka. Bokovoyimizda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 360 gradus kamera, datchik слепых зон, eshiklari бесключевой доступ, panoramniy lyuk. Bu avtomobil shahar uchun juda ham zo'r. Rasxodiga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz ekonom rejimda juda ham kam benzin sarf qiladi. Sportda естественно ko'proq. Avtomobilimizni adashmasam, hozir O'zbekistonda bunaqa versiyasi va bunaqa sostoyaniyasi bitta. Narxini ham aytib o'taman. Hozir данный moment 205 ming qo'yganmiz, kelishtirib qilib beramiz. Bilasizlar, Avenue Motors avtosalonimizda trading, ya'ni mashinalarni tashlab ketasizlar, bizdan boshqa mashinani olib ketasizlar. O'sha sistemamiz ham mavjud va nasiya suvdiga ham qilib beramiz. Avtomobilimizning orqa tarafiga o'tamiz. Bu mashinamizning orqa dizayni ham juda ham chiroyli. Mana bu tonki poloskalariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Orqa faralari, mana bu animatsiyalari o'zgaradi. Buni oldidagi multimediya sistemadan o'zgartirsanglar bo'ladi. Har xil shaklda o'zgaradi. Bu именно stop lampochkalari, 4 ta stvolniy глушитель, dushi juda ham zo'r. Juda ham приятный на звук deyishadi-yu. Именно Audi'ni dushi, misol uchun mana bu M yoki da AMG ga o'xshab juda ham baland, грубый emas-da, приятный. Именно Audi'da. Endi bu meni fikrim. Endi sizlarda qanaqa bilmadim-u. Tak, S-Line tegidagi yubkalarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Juda ham derska va solidni ko'rinyapti. Именно bizda turgan Audi S8imizning rangi данный moment tim qora bo'lib turibdi. O'zi bilasizlar, BMW, Mercedes, Audi'larda ozgina pepelniy qora bo'ladi. Buni biz mana eshikni ochganimizda botdagi kraska bilan ustidagi bilan farqlab olishimiz mumkin. Tim qora bo'lgani juda ham chiroyli ko'rinadi, bilasizlar. Xo'p, bitta narsasini lekin men hali ham tushunmadim, nimagaki bu katta tormoznoy disklarda perforatsiya yo'q. В принципе, 571 ta ot kuchli mashina 0 dan 100 gacha 3.6-3.8 sekundda harakatlansa, lekin tormoznoy disklari perforatsiyasiz bo'lib chiqqanini hali ham tushunmadim. Buni bu kimdir bilsa bemalol kommentariyaga yozib o'tinglar. Juda ham qiziq bo'lyapti. Endi esa avtomobilimizning saloniga o'tamiz. Mashinamizning saloniga o'tamiz. Сразу oldi qator 4 eshik davodchi. Xo'p, salon полностью karbon elementlari ishlatilgan.
panelli chetlari, dvernoy karta. Torpeda. Hop, orqa tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. Avtomobilimiz hop, massaj funksiyalari mavjud. Полностью elektropривод сидений, elektropривод ruля. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda Distronic polosa datchiklari mavjud. Head-up display bor, endi sizlarga hozir ko'rinmaydi. Men uchun avtomobilda eng muhimi motor bilan saloni. Saloni bogati bo'lsa, salon ichida eng muhimi bu akustik sistema. Bu avtomobilimizda eng topovoy akustik sistema turibdi deb o'ylayman. Bang & Olufsen ko'rishingiz mumkin. Ikkita chetida. Bu hozir o'chirsam pastga tushadi. Zavod qilsam yana qaytadan chiqib oladi. Hop, avtomobilimizning potoloklari Alcantar. Juda ham приятный кожа. Bu yerda kombinatsiya bo'lgan ikkita rangda kombinatsiya bo'lgan kojasi, qora bilan такой бордовый, мультимедийный дисплей va klimat-kontrol, подогрев охлаждения сидений, автостоп, pardali regulirovkasi, отдельный displey o'rnatilgan. Xo'p, avtomobilimizda eng muhimli assistentlar bor. Avtoparkovka, датчик полосы, экстренное торможение, 360 градус камера. Hop, 4 ta rejim yezdi, komfort, sport, eco, ko'rsatib o'tamiz. Efficiency, auto, dynamic, comfort plus, individual ekan. Bu avtomobilda ketayotgan yerlarda juda ham maza qilasizlar. Ham sport, ham komfort bitta mashinaning o'zida. Hop, avtomobilimizning speedometrlari ham полностью display qilingan. То есть barabanniy speedometrlar emas. Pasport bo'yicha 2025 570 bitta ot kuch. Qora черный avtomobil. Hop. Kalit dizayni hamma bilishadi. Lyuk o'zining podsvetkalari katta emas, но вместительный. Bardachok. Avtomobilimizning ikkinchi qatoriga o'tamiz. Mashinamizning ikkinchi qatoriga o'tib oldik. Ko'rib turganingizdek, avtomobilimiz kalta varianti bo'lsa ham, baribir orqada joy ko'p. Ikkita orqa monitor, sentralniy regulirovka klimat kontrolim, ya'ni o'rta panelida klimat kontrol nastroykalari bor. O'zining bardachogi bor. Hop. Ikkita 12 voltli razyom. Ko'rib turibsizlar, orqa tarafida ham karbon elementlari ishlatilgan, Alcantar va orqa bokovoy shtorkalari ushbu avtomobilimizda mavjud. Ushbu avtomobilimizni Avenue Motors avtosalonimizda в наличии turibdi. Bemalol kelib ko'rib ketishingiz mumkin va ushbu avtomobilimizning test drivini ko'rginglar kelsa, kommentariyaga o'zingizlar plus qoldirib ketishinglarni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, hammaga xayr.